odatlar o'zgaradi. Yaxshi bo'lmagan odatlar bo'lib, u ba'zi kishilarga ta'sir qiladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, Ramazon o'zgarish edir nomli programmamizning 23-halqasi odatlar o'zgaradi. Yaxshi bo'lmagan odatlar bo'lib, u ba'zi kishilarga ta'sir qiladi. Ramazon va Ramazondagi ajoyib siri hikmatlar, oliy ne'matlar Allohning izni bilan bu odatlarni eng go'zal bir holatga o'zgartirishga qodir bo'ladi. Ramazondan ilgari bak xo'ron, uyquga amroq, ish xo'sh yoqmaydigan kishilar bo'lib qolsa, Ramazonda himmat kamirini ching bog'lab, ro'zadorlar bilan taat, ibodat, yaxshi ishlarda musobaqa qilishga ishtirok qiladi. Ilgirki xo'rinlik va boshqa hamma odatlarini o'zgartirdi. Ba'zi kishilar Ramazondan ilgari tamaki chekadigan, shish chekadigan va yaxshi bo'lmagan ishlar bilan shug'ullanadigan bo'lib qolsa, ro'zining to'g'ri bo'lishi uchun Ramazonning kunduzida uni tark qilishga majbur bo'ladi. Lekin u kishi o'zining samimiy iymoni bilan mushu oyning haybati, ulug'lig'ini his qilganda, Ramazon u kishiningki tamaki va shish chekishini butunlay tark qilishning boshlanish ishiga bo'ladi. U kishi o'zining Qur'on iyi, sehilik iyi, yaxshi ishlarga aldirash iyida ekanligini zehnida hozir qilganda, bu kishiga eng qimmatlik oltin davr yetib kelgan bo'ladi. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Ramazon iyiga hozir bo'lib turib, xatoliqlari mag'firat qilinmay, Ramazon iyini o'tkazib o'tgan kishi bek ziyon tatgan bo'ldi. Ya'ni Ramazon iyi kirib, saq salomat turib, Allohning rahmati, Allohning mag'firati, Allohning barakati bo'ladigan mushu oydan to'liq foydalanmay, bu oyda Allohning mag'firatiga erishamay, qanda kirgan bo'lsa, shu holatda chiqib ketgan odam dunyo oxiratda ziyon tatgan odam bo'lib qoladi. Ramazon oyiga hozir bo'lish degan faqat g'aflat qilgan, yaxshilikdan to'silib qolgan nafsini uyg'otishga kifoya qilsa-mu, uning yaxshilik, xayri ihson karvoniga yetishib bilishi va ulug' Ramazonni egallab bilishiga kuchi yetmaydi. Balki bu oyda ibodatda va fazilatda ming oydan yaxshi bo'lgan bir kechining bor ekanligini esiga oladi. U bo'lsa-mu nurliq qadr kechisidan iboratdir. Bu Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomning ummatiga ikrom qilgan oz uchraydigan qimmatli bir vaqt bo'lib, nima uchun inson bunda qimmatli vaqtdan g'afil qoladi? Uni zoya qilib o'tib, unutib qoladi va sal qaraydi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Va ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Biz Qur'onni haqiqatan Shibi Qadr kechisida nazil qildik. Shibi Qadrning nima ekanligini bilamsiz? Shibi Qadri sharaf va fazilat jihatda 1000 oydan ortiqdir. Ramazonning oxirgi 10 kuni kirganda bu 10 kechini qandoq bedor o'tkazish va o'zini buningga tayyorlash to'g'risida fikr qiladi. O'zining bu 10 kechidagi ahvolini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamningki hadisiga bo'ysundirdi. Belini ching bog'lab, oilasidagilarni o'g'itib, kechini jonlantirib, ibodatga tirishchanlik qiladi. Mushuning hammasi keskinlik va tirishchanlikning alomatidir. Nima uchun buningdan o'rganmaymiz? Salomatlik yaxshi, ne'matlar hozir, sabablar yetarli. Alloh taolo o'zining taqvodor bandalarini yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadis qudusida shunday degan: Alloh taolo mundaq deydi: Bandam doim menga nafl amallar bilan yaqinlashidi, hatto men uni yaxshi ko'raman, men uni yaxshi ko'rsam, uning anglaydigan qulig'i, ko'radigan ko'zi, tutadigan qo'li bo'laman. Bu nayati mashhur hadis. Ya'ni kishilarni nafl amallarni ko'p qilish orqali Allah subhanahu va taologa yaqinlashtirishga rag'batlantiradi. Hurulluq
uyquçuluk adeti ciddilik ve coşkunlukka özgürüdür. Köp yiyiş yoki xato şekilde g'izalanish adeti bo'lsa, yangidan to'g'ri şekilde g'izalанishga almishidir. İtaatsizlik üzülmey davam qiladigan yiqilishga aylanadi. Qalaymaqan uchrashish bo'lsa, tinch şekilde uchrashishga o'zgaradi. Ramazan bilan hamma narsada o'zgarish bo'ladi. Ramazan bo'lsa sanoqli kunlardir. Lekin o kunlar sehrlik, hashamatlik, sharaflik, barakatlik ulug' kunlardir. Ramazanda ming oydan yaxshi bo'lgan bir kecha bor. Sizning ummatning Ramazan kun tartibiga qo'shilishingiz sizni burunqi holatingizdan ko'p o'zgartirdi. Alloh taoladan yordam so'rang, ojiz bo'lmang. Alloh taolo sizni va bizni yaxshi ish harakatlarga aldırğuçularının cümlesinden kılsın. Allah subhanahu ve taala bizni bu ulug' mübarek kecelerde Şebi Qadr kechasini tepishga muyassar qilsin. Bizning ilgirki o'tgan xatolik, sahvarliklarimizni afu qilsin. Bizni yaxshilik karvonlarining jumlasidan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.